oqibat do'stlik haqida gapirib bersangiz degan taklif bo'ldi. Xohlagan narsani yeb o'tiradigan joy emas. Qiyomat o'zini nomi bilan inson oldida turgan insonni erkak ayolligini bilishlik tugul rangini ham ajratolmaydi. Rangini ham ajratolmaydi. İnsanlar kamoli vahshat, dahshat, qo'rqinchni ko'rgan vaqtlarida, ey Robbimiz, shunaqa kun bor ekan, nimaga bizlarga ertaroq bildirmading? Agar bizlarga ertaroq bildirganingda edi, bizlar tavba qilardik deyshadi. Shunda Alloh taolo aytadiki, sizlarga qanaqa qilib bildirish kerak edi yana. Ana shu bildirgilardan bittasi bu oqibatni ko'tarilishlik. Yana bitta bildirgi Peygamberimiz aytdilarki, la taqumus sa'a, qiyomat voqi bo'lmaydi. Safardagi uyda qolgan xotini bilan ko'rishib gaplashmagunigacha. Hozirgi mana bu gapni Rasululloh 1400 yil oldin aytgan bo'lsalar, u paytda bu texnika degan narsa bo'lmaganda. Svet bunaqa nimalar bo'lmagan. Ot, eshak, tuya, xachir, pil zamonida Rasululloh gapiryapti. Endi mana hozir mana video viziflar, Telegram, Messenger, WhatsApp, Instagram, yana boshqa nimalar. Safarda turgan Kanadada turib O'zbekistonlik xotini bilan gaplashyapti-da. Dadasi mana siz jo'natgan pulga mashina oldik. Dadasi mana siz jo'natgan pulga uy qurdik. Dadasi mana nabiringiz. Dadasi mana siz aqqa ketganingizda tug'ilgan nabiringiz. Manam deyapti-da, ko'rsatdi. Ya'ni safardagi uyda qolgan xotini bilan ko'rishib gaplashyaptimi? Buni Rasululloh aytibdilar. Yana nimani kutyapmiz? Qiyomat yaqin. Qiyomatdan qo'rqmayapmiz biz. Qiyomat yaqin. U bizni shaklimizga qaramaydi, Alloh qalbimizga qaraydi, amalimizga qaraydi. Yana payg'ambarimiz aytdilarki, payabzal gapirmagunigacha qiyomat voqi bo'lmaydi. Payabzal gapirmagunigacha. Yana bir nimada so'zi o'zgarib, payabzalni ipi gapirmagunigacha degan joyi ham bor ekan. Arablarda shunaqa bir odat borki, payabzalni ipini ko'p narsaga qo'shishadi. Juda ojiz bo'lib, zaif bo'lib, patinkani ham ipini bog'lanmay qolsan-u deyshadi. Jab kuching ko'payib ketgan bo'lsa, patinkani ipini o'zing bog'layapsanmi o'zi deb qo'yishadi. Ana shunaqa ko'p narsaga ishlatilgan arablarda. Shuning uchun mana payabzalni ipi gapirmagunicha degan nima ham bor. Endi payabzal gapiradimi oyoq kiyim? Qanaqa gapiradi desa, sharhida yozyapti. Inson tilida gapiradi. İngiliz bo'lsa ingliz, rus bo'lsa rus, nemis bo'lsa nemis, xitoy bo'lsa xitoy tilida gapiradi. Xitoy tilida gapiradi. O'zbek tilida gapiradi. Yaqinda italiyalik olim gapiradigan patinka yasatdi, payabzal. Uchida sensori bor. Tay qismida miyasi, haligi tovon qismida akkumulyatori, quloqqa tiqadigan bluetoothi bor, sensorli narsasi bor. Patinkani kiyib, qulog'iga bluetoothni taqishi bilan sensor ishlaydi. Bu kimlarga esa ko'zi ojizlarga. Yursa gapiradi, odam kelyapti, it kelyapti, velosiped, mashina, svetofor, qizil, ko'k, sariq, yo'lak, hamma yo'g'ini gapiradi. Ariq, ko'prik, hamma yo'qni gapiradi. Endi tilini tanlaydi. O'zbek bo'lsa o'zbekligini deb tanlaydi. Patinka ham gapirdimi endi hisobda? Yana nimani kutishimiz kerak? Mana oqibat deyilyapti. Oqibat odamlarning orasidan ko'tariladi. Odamlar tarkib topadi o'rtoqlardan, qo'shnilardan, aka-uka, opa-singil, ota-ona, farzandlardan tarkib topgan jamoaga odamlar deyiladi. Dar haqiqat o'rtog'imiz bor, qo'shnimiz bor, akamiz bor, ukamiz bor, opamiz bor, singlimiz bor. Ota-onamiz hayot bo'lsa, ota-onamiz bor. Agar ular vafot etib, uylanib, farzand ko'rgan bo'lsak, ota biz, chunki inson bizda birinchi o'rinda o'rtoqlardan ko'tarilar ekan. O'rtoq bo'lmasa ekan, agar puli bo'lmasa. O'rtoq bo'lmasa ekan, agar kuchi bo'lmasa.
o'rtaq bo'lmasa ekan, agar obro'si bo'lmasa, hozirga kelib desa mashinasi bo'lmasa. Quruq o'rtaq kimga kerak? Mana hammamiz bitta o'ylab ko'ring, kambag'al, nochor, kuchi yo'q, puli yo'q, obro'si yo'q, mashinasi yo'q o'rtag'imiz bormi? Bor. Xabar olsak borda. Bordi keldi qilsak borda. Lekin xabar olyapmizmi? Lekin xabar olyapmizmi? Mo'min kim desa, o'ziga yaxshi ko'rganini birodariga ham yaxshi ko'rishlik. Shunaqa kambag'al o'rtag'imizni ikkita non ko'tarib, o'zimiz yumshoq nonni yaxshi ko'rganda, issiq nonni yaxshi ko'rganimizda, ertalab turib muzday uzum bilan issiq nonni yeyotganimizda, shu o'rtag'im ham issiq non yemasdan nima yeyapti ekan deb ikkita non bilan uzumni ko'tarib boralyapmizmi? O'rtaq, ha, o'zimga yaxshi ko'rdim, sizga ham olib keldik deyalyapmizmi? Hisobli do'st ayrilmas degan maqolni ushlab olib, 1000 so'm ustida yumalaq qo'shamiz bunaqasiga. Ag'iga ham hisob qilib, bag'iga ham hisob qilinadi. 1000 so'm uchun. Agar bir sababga ko'ra o'rtog'imizni shashlikka olib borsak-ku, shashlikka pul to'lanmasa qayta olib borilmaydi, hansa. Bo'lmasa ekan u deydi. Bitta shashlikka. Shu oqibat deysizmi? Men aytaman, maktabdagi 1-sinfdagi o'rtaqlikka katta bo'lib, choyxonada, xonada bir qozonda bo'lgan oshni yegan, quchoqlashib so'rashgan o'rtaqchilik o'xshamaydi. Mana 1-sinfda mana hammamiz borganmiz, bitta xonada kiriladi, o'tiriladi. So'rashilmaydi-da, eng qizig'i. Chunki o'g'il boladaqa yovvoyisi bo'lmaydi. O'g'il bola yovvoyi bo'ladi. Kelgan katta bo'lganda mana qilig'i chiqadi-yu, shinavanda bo'lib qoladilar-u, yoshlikda desa yovvoyi bo'ladi. Odamovi bo'ladi. Yoshlikda eslayman mana. Bolam so'rashib qo'y. Kallan ikki yoqqa yo'q deydi. Hali qo'ydik, kallasini qimlatganda, qulog'i qimillaganda, paq bo'ladi. Yo'q deydi. Bolam so'rashib qo'yursa, yo'q deydi. Qovog'ini lunjul pastga olsa, yo'q deydi. So'rashib qo'yursa yig'lab ham boradi. O'g'il bola u. Mana o'tiribsiz-ku. So'rashib qo'yur bolam, yo'q. Majburlasa dod dur, oyog'ini tirrab oladi. O'shalar 1-sinfga borganda so'rashadi deysizmi shular? So'rashmaydi. Stulga o'tiradi, ora-orada qarab qo'yadi. Qarab, bularni o'rtoqlarim deydi. O 3-4 kundan keyin qo'shnisi ro'parasidagilar bilan so'rashsa ham quchoqlashib ko'rishmaydi. Qo'lini uchini beradi. Chars. Shu so'rashlik katta bo'lib quchoqlash so'rashlikdan yaxshi. Nimaga desa, u 1-sinfda dadasini kimligi, usti-boshining qanaqaligi, puli bormi, yo'qmi, qizig'i yo'q unga, o'rtaq bo'ldi unga. Hatto ko'chada ketayotib, eng qimmatbaho mashinada dadasi bilan ketayotsa, eng nochor o'rtog'ini ko'rsatib, dada meni o'rtog'im deyiladi. Lekin katta bo'lganda-chi, eng qimmatbaho mashinada dadasi bilan ketayotib, kambag'al nochor o'rtog'ini ko'rsatib, meni o'rtog'im deyolmaydi. Nimaga? Hali sen shunaqalar bilan o'rtog'misan demasin uchun. Endi mana qarangki, 2014-yili Umra safariga borganimda ibodatlarni qilib, tavoflar, sa'ylarni qilib, mashinaga qiziqqanligimiz uchun mashina tomosha qilgani haramni darvozasidan chiqib tursak, shunaqa chiroyli mashinalar bir mahal bitta katta jip keldida, to'xtadida, to'ro eshigini ochib, kapotini ham deb ochuvdi. 15 tacha bola tushdida. 6 yashar, 7 yashar, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ga cho'r bo'lgan yoshli bolachalar 15 ta shuni qator tertida hammasiga patnis berib chiqdi. Va keyin 0,5 kilo, 1 kilo, 1,5 kilo qilib xurmo tashab chiqdi. Boringlar yedirib chiqinglar dedi. Hali bolachalar haramga yugurib kirib ketishdi patnisni ko'tarib. Nima qilyapsiz desam, nima qilyapsan desam, bolalarimga ehson qilishni o'rgatyapman. Qarang, bolalarimga ehson qilishni o'rgatyapman. Haqiqatda haramda yursangiz, patnis ko'tarib yurgan bolachalar bo'ladi. Xurmoni yeyishda boshini silab duo qilib qo'yasiz. Ehson qilishni o'rgatib duo oldiryapman. Duo olgan inson kam bo'lmaydi.
Ehsonni mukofoti ehson. Shuning uchun kirgizib yubordim. Menga bir boshqacha ta'sir qildi-da, umrani qilib kelib bo'lganimizdan keyin qadrdonlar bor edi, shularga gapirsam, bir tanish juda ta'sir qilib, uyga borib, ikkita o'g'li bor ekan, biri 4-sinf, biri 1-sinfga endi borayotgan. Bolam debdi, ha desa, maktabda bo'lishga nechi pul? 2000 so'm dada debdi. Men 10.000 so'm. 5 ta bo'lishga olib, bittasini o'zingiz yeb, 4 tasini o'rtoqlaringiz bilan yeng. Xo'p. Bittasiga so'rasam, ha dada, 5 ta bo'lishga olib, 4 tasini o'rtoqlar yedim, bittasini o'zim yedim. Endi shu yerda bitta narsani ko'zimiz oldiga keltiraylik. Siz u bizni maktabga ketayotganimizda bo'lishga yo shirinlik solib berib nima deyishardi? Hech kim yo'q joyda yeb ola qol deyisharmidi? Ha? Hech kim yo'q joyda yeb ola qol. Endi hech kim yo'q joy topolmasdan uyga kelib yeb, hali bo'lishgani shu piyalaga tegizib yeganlar ham oramizda o'tirishibdi-da. Hech kim yo'q joy topolmaganda. Qayerda topadi? Maktab bo'lsa bir 1000 ta odam o'qiyotgan nimada hech kim yo'q joy bor deysizmi? Koridorga chiqsa odam, burchakka borsa odam, tashqariga chiqsa odam, hojatxonada ham odam bor-da. Yeydigan joy topolmasdan uyga kelib bechora multillab yedimi? Endi shuni bu nima desa, baxillikka birinchi qo'yilgan qadam. O'zingni sev, o'zgani qo'y. Haligi arab nima qilyapti? Ehson qilishni o'rgatyapti. Bu-chi? O'zingni sev, o'zgani qo'y. Hech kim yo'q joyda yeb ola qol. Endi qarang, haligi ehson qilishga o'rgatganda samarasini qarangki, 10 kunmi, 2 kunmi, 3 hafta o'tgandan keyin bolam maqtanib qoldi. Dada debdi, ha desa, 5 ta bo'lishga oldim. 2 kunda bir pul beraman dedi. 5 ta bo'lishga oldim. 5 tani 5 ga bo'ldim, 10 ta bo'ldi debdi. O'g'il bolalar 10 ta biz dada sinfdoshlar debdi. Ha desa, 10imiz hammamiz yarimtadan yedik debdi. Qarang, ehson miyani ishlatib, ehson qilishga nima qilyapti? 10 ta bola hammamiz yedik. 4-sinf bo'ldi-yu deydi. Maktab boshlandi, 3-4 kun o'tdi-yu. Ish yurituvchilarni chaqirib, qoraka bilasiz, meni zavodlarim, magazinlarim, ishlab chiqarishlarim bor. Hamma ish yurituvchilarni chaqirib, yozgi narsalarni omborga qo'yib, qishki, kuzgi narsalarni sotuvga olib chiqinglar deb, peshindan keyin ko'rib olaman deb chiqarib bordim. Dam olay deb, yengil ustuvoshlarimni kiyib, eshikni yopib yotsam, eshik taqillab qoldi. Shu bolaga odobni o'rgatganman, erinmaganman. Qur'ondagi Nur surasidan o'rgatdim. Eshikni taqillatib kiring, salom berib, izn so'rab kiring. Shu bolada shuni o'rgatganligim uchun eshik taqillatadi, salom beradi, izn so'raydi. Shu yerda kimga o'rgatishgan? Ota-onani uyi bo'lsa ham deyilganda, qarang, ota-onani uyi yashayotgan xonasi bo'lsa ham eshikni taqillatib, salom berib, izn so'rab kiring. O'rgatishmaganligi uchun kirib bo'lgan, shalpillab kirib bo'lgan bolalar qancha shalpillab. Ota-ona ham ulgurmay qoladi-da, nima qilishni bilmay qoladi. O'g'irlikni ustida shalpaga o'g'riga o'xshaydi. Qaytda nimada bekitishni biladi, turib tuta kirib oladi. Chunki u chaqirishni bilmaydi, u bilmagan narsasini qanaqa qilib aybdor qiladi. Juda achchig'i tez bo'lsa bir shapaloq yeydi, shu shapaloq yeb yarim yalang'och holatdagi shapaloq ham ajoyib tegadi. Shu boshiga shapaloq yeb, ko'tiga bir tepki yeb, eshikdan qanaqa kirgan bo'lsa shundan chiqib ketadi-da. Shuda biz o'zbekchilikda odobi. Ha, o'tkazib bolam o'zingiz yashaydigan xonadan boshqa xonaga kiryatib, taqillatasiz, salom berasiz, izn so'raysiz desachi, qiladi shu bolalar. Lekin o'rganmaganligimiz uchun shapillab kirib qoladi-da. Shu bola dedi, taqillatdi. Assalomu alaykum, kirishimga ruxsat bering dedi. O'zim turib, ustuvoshlarimni yechib, boshqa ustuvoshlarimni kiyib, ikkinchi marta chaqirganda o'zimga nima qildim? Uchinchi chaqirganda kiravering bolam dedim, kirib o'tirdi. Dada, ha, bezovta qilmadimmi? Yo'q. Maslahatli ish bor edi sizda. Bemalol o'tiring, o'tirib. Nima maslahat desa, bir o'rtog'imiz bor. Onasi o'lgan. Dadasi opoqisi bilan buvasinikiga tashab o'zi yo'qolib ketgan. Shu o'rtog'imizni opoqisi bilan buvasi, ayasini dadasi bilan buvasi
ustuvoshlarni qilib berishar ekan. Bu yil svetga, gazga, suvga, yer solig'iga pul to'lashib, o'rtog'imizga ustuvosh qilib berishalmabdi. 3 kun, 4 kundan beri kelolmayapti ekan, maktabga bora olmayapti. O'rtoqlar hammamiz maslahat qildik, qiz bolalar, o'g'il bolalar hamma ertaga pul olib kelsa, shu o'rtog'imizga bosh oyoq ustuvosh qilib beramiz. Dada debdi, ha desa, o'zingiz olib beravering, pulingiz ko'p debdi. Savob bo'ladi. İçimden sovuq ter chiqib ketdi deydi. Miyamdan bir narsa kirib, tovonimdan chiqib ketdi. Shuncha zavodim, shuncha ishlab chiqarish, shuncha magazinim bo'lib turib, birorta o'rtamga yetib paypag'am kiygizib qo'ymaganman. Agar meni qora qilib ish yurituvchimdan biror bir narsa olib ketgan bo'lsa, ish yurituvchimga aytaman, eshigini tagiga o'tirib bo'lsa ham olib kelasan. Agar olib kelmasang, oyligingni olib bo'laman deb oldirib kelgan. Bu bo'lsa bosh oyoq ustuvosh, ha? Shu yerda bir fikrdek ko'ramiz. Hammamiz maktabda o'qiganmiz. Ayniqsa fizkulturaga kirilganda hamma patinkasini yesa paypaqlar chiqardi. Poshmoldoq tishi, tovoni yo'q, tishi, keyin kulardiga, tishi paypaq, laqabam o'sha zahoti chiqadi. Tishi paypaq. Bo'ldi, umrini oxirigacha tishi paypaq. Hali bor-ku qaysi tishi paypaq. Birartamiz otamizga yo onamizga aytib shu o'rtog'imning paypag'i teshiydi-da, shu o'rtog'imga ham paypaq olib bering deganganmizmi? Yo akasinikini, yo ukasinikini, yo bir nimani kiyib kelsa, yoqasi katta, tuymasi chataq, masxara qilsak qilganmiz, ustidan kulsak kulganmiz, laqab qo'ysak qo'yganmiz. Lekin bitta ko'ynak oldirib beralganmizmi? Dada, shu o'rtog'imga ham olib bering, o'rtoqlarim kulyapti deyalganmizmi? Kim degan? Bu haligi hech kim yo'q joyda yevola qo degan narsaning samarasi bu. Haligini samarasi-chi? O'rtoqlar to'planib ustuvosh olib beramiz, dada deyishyapti. O'zingiz olib beravering, pulingiz ko'p-ku deyishlik haligini samarasi. Bolam debdi, ha desa, bitta sharti bor-da. Ha, nima sharti? Ertaga dadam olib berganlarni minnat qilmaysizmi? Dada deydi, g'alati bo'lib qoldi deydi. O'zini o'rtog'iga ham minnat qiladimi deyapti. Hali o'zini o'rtog'iga ham minnat qiladi. O'rtoqdan bir narsa yasavobdi. Hali katta bo'lsangiz bilasiz, dada guvoh bo'lasiz. Xudo xolisa katta bo'lsak ham shu bir minnat qilmaymiz bir-birimizga. Ana mevani nimasi, samarasi. Bizdachi. Men seni kuyovnakanligingga bordim, sen bormading. Seni nonishtenga bordim, sen bormading. Yoki birovni to'yga aytsangiz, o'rtog'ingiz, sinfdoshingiz, birga o'qigan, birga osh yeydigan o'rtog'ingizni to'yga aytsangiz, bir-birinimdek o'qiydi, ha? To'yimga kelganmi? Ha, yo'q, men ham bormayman. Hisobli do'st ayrilmasda. Mana hisobli do'st ayrilmas. Men senga shashli olib berdim, olib bermading. Hatto to'yga aytsa, kuyovnakanlikni so'raydiganlar bor. Kuyovnakanligimga bor. Men o'sha kuni gangib bo'lgan ekanman, bilmayman, esimda ham yo'q. Uyga borib disk ko'rgandan ko'ra o'rtoq kuyovnakanlikka borgan. Men ham bormayman. Nonishtaga kelganman. Hech narsa qilmagan, yegan xolosa, faqat yegan bu. Bo'lmasa men ham yeyman deydi. Piyali ham ko'tarib qo'ymaydi. Shanasi birovga choy ham qo'ymaydi. Shunday o'tirib o'ziga yegan, ichadi xolosda. Yegan o'rtog'i yeganda, yana o'rtoq nima, sen o'zi xizmat qilganmisan deydi. Minnat basmi bu? Sen o'zi xizmat qilgan. Seni to'yingda men uxlamagan edim. Uylanmaganligim uchun uyimda yo'qmish, seni uyingda yotgan edim. Sen bo'lsang xotiningni nimasidan chiqmading-a to'yimda. Minnatmi bu? Minnat qilmagan odamning o'zi yo'q. Hatto mashinasi bo'lib turib, qarang, haligi o'zing yevola qodim samarasini qarang. Mashinasi bo'lib turib, mashinasi yo'qligidan mashina olib chiqmagan o'rtog'inikiga mashina minib kelmaydi. O'sha kuni dadasini minib ketib qolarmish-da. O'sha kuni dadasi minib ketib qoladi, yo o'sha kuni ish bo'lib qolib, o'sha kuni mashina buzilib qoladi-da, bitta taksiga to'lib kelishadi-da. Ya'ni kelib olib nima deyishadi? 1.5 dan tushdi deb qo'yadi. Ketishga san to'la, 3 men kelishga san to'la, ketishga men to'layman. Hansa 1.5 ga 500 yo'q u baribir deydi. 1000 so'm ustida
shu minnat emasmi? Vaholanki 10 ta begonaga qilgan yaxshilikdan bitta o'rtaqqa qilingan yaxshilik yaxshi. 10 ta begonaga qilgan yaxshilikdan bitta o'rtaqqa qilingan yaxshilik yaxshi deydi. Qilyapmizmi? Ha, qilyapmizmi? Endi mana qarangki, bolam debdi, ha desa, magazinchi tog'ingiz bormi? Qo'shni magazin. Ha, boring. Mayka, tursik, kostyum shim, sportivka, patinka, krasovka, kurtka, telpay, shapka qilib, paypak qilib olinglar, sapoy qilib, pulini men berib qo'yman. 1 yillik ust-bosh mendan bolam. Dada rahmat deb bag'riga bosib, quchoqlab, peshonamdan o'pib chiqib ketdi deydi. Rosa yig'ladim deydi. Shunaqa o'rtoqlar ham bor ekan, yoshlikdan deydi. Hali bo'ladigan bola yoshlikdan ma'lum degan deydi. Eng qizig'i deydi, shu bolam 4-sinf bo'layotgan bo'lsa, biror marta tuymasi uzilib kelmagan deydi. Biror marta kir bo'lib, bir nima qilib kelmagan deydi. Pokiza. Ayasi ham qiziqib 1-sinfda ishlatgan ko'ynagi, shimi, galstugi, kostyum shimi, ruchkasi, qalami hamma yo'g'ini qo'yib qo'yadi deydi. 2-sinf, 3-sinf qilib qo'yadi. Akasida-chi? Akasida deydi, har 2 kunda ruchka yo'qotadi deydi. Chunki haligi meva ularda borda, men bularga o'rgatmaganman-da deydi. Hisobli do'st ayrilmas, o'zingni sev, o'zgani qo'y. Hech kim yo'qda yevola qoldi, qarangki, o'rtag'ini ruchkasi chiroyli ko'rinib qolsa ham, ko'zini shamg'alat qilib uyga o'g'irlab ketadi deydi. Yana uyga borib yumalaq qilib oladi deydi. Pul rezinkasida qilib. Erimni bitta yig'ishtiradi, uzoqdan nafsda bolalarni so'mkasidan, qizlar so'mkasidan. Chunki u haligini nimasida bu? Endi o'ylab ko'ring, yoshligidan bir-biriga oqibatli bo'lmagan, ko'ziga chiroyli narsani ko'rib qolgan bola katta bo'lganda onasiga ham shahvat bilan qarab qo'yaradi, o'rtag'ini onasiga ham. U o'rtag'imi onasi, o'rtag'imi g'ururim, uni o'rtag'imi onasi meni onam demaydi. Chunki ularda nafs kuchayib ketgan. O'rtag'ini onasiga ham shahvat bilan qarab qo'yaradi, opasiga ham, singlisiga ham, hatto xotiniga ham. Hatto xotiniga yo'q deysizmi? Alloh saqlasin, bu gaplarni gapiradigan joyi emas. Shuning uchun bo'ladigan bola yoshligidan ma'lum deyiladi. Oqibat qilish kerak-da. Oqibat yo'qmas ekan, bor ekan. 2006-yillari bir yigit keldi, 21 yoshlar chamasi. Qora aka, o'rtog'imizga chilyosin qilish kerak. Shuning uchun sizni oldiga keldik. Qilib beraverasizmi? Ha. Bo'pti-da, ust-boshlarni almashtirib chiqdim, ketyapmiz. Kim bu bola? O'rtog'imiz, sinfdosh. Nima bo'ldi? Oqqon bo'lib qoldi, 3 oy bo'lyapti. Bo'g'imlardan qon chiqib ketib qolyapti. Burunni oldilaridan, tomoq, tanglaydi nimalaridan, bu qo'llarni nima chig'anoqlardan, qo'ltiqni nimalaridan qayt bo'g'im bo'lsa, qimillasa o'sha yerdan qon chiqib ketyapti. Baylanmagan joy qolmabdi hali bolar. Yotibdi. Ko'zini hattomdek qimillatganda bunaqa joylardan ham qon chiqib qolyapti. Qon chiqib juda nima ekan? Chilyosimni qilib qaytib kelyapti. Bu bolalar kim? Sam o'rtoqlarimiz deydi. 3 oydan beri shetdamiz deydi. 2 ta o'rtoq kechasi, 2 ta o'rtoq kunduzi deydi. 2 ta o'rtoq kechasi, 2 ta o'rtoq kunduzi. Nimaga desam, bu o'rtog'imizning dadasi yo'q, akasi yo'q, ukasi yo'q, opasi yo'q, singlisi yo'q. Yolg'iz onasi bor. O'rtog'imiz onasiga malol kelib qolmasin deb 2 ta o'rtog'imiz kechqurun, 2 ta o'rtog'imiz kunduzi navbatchi turibmiz. Chunki hojatga ham bora olmaydi deydi. Ko'tarib olib boramiz yo galshokka o'tkazamiz. O'tirib turguncha ancha joydan qon chiqib ketadi. Alloh saqlasin. Ovqatlana olmaydi. Yo atala yo sut ichkiziladi. Qo'yiq narsa yeyolmaydi. O'rtoqlarimiz bilan oshimiz 1 oyda 1 marta edi. O'rtog'imiz g'animat. Kelinglar 15 kunda qilaylik. Samovarda emas, o'rtog'imiznikida yeylik. O'rtog'imiz yeyolmasa ham oldimizda turadi-ku. Biz samovarda o'tirib jamlashib oshni yesak, bu bora olmasdan ichi o'ksib qoladi. Kelinglar o'rtog'imiz g'animat deb o'rtog'imiznikida osh qilib yeyapmiz. Yeyolmaydi lekin yotadi. Kulolmaydi lekin eshitib yotadi deydi. Ana o'rtoqchilik. Doktorga olib borsa, doktor aytibdi, uzoqroq yashashni xohlasalaring, sizlar olayotgan nafasdan nafas olishini xohlasalaring,
sizlar yashayotgan bu dunyoda yashashini xohlasalaring 100 gram ertalab 100 gram kechqurun toza qon quyiladi, travma nimasi bor. Hech uzoqroq yashaydi desa, ertalab bitta bola 100 gram, kechasi bitta bola 100 gram qon olib kelib qo'yarmish. O'layotgan bolaga ya. O'layotgan ertaga qaytarmaydi. Chunki uni akasi yo'q, ukasi yo'q, otasi yo'q uni qaytaradigan. Ona kambag'al. Bizchi tirigiga qilmayapmiz. Uyga borib to'yga esa spiska ko'radiganlar bor. Nechta pul to'y ana qilib ketdi. O'lgan o'rtaqida o'tirishibdi oldida. Biz tirigiga ham qilmayapmiz hozir. Chunki qiyomat yaqinda. Qiyomat yaqinda. Agar siz u biz ham qilsak, qiyomat cho'zilishiga sababchi bo'lib qolamiz-da. 100 gramdan qoni o'layotgan bolaga pul sarflashyapti. Biz tirigiga ham sarflayotganimiz yo'q. O'layotgan bolaga xizmat qilishadi. Biz tirigiga ham xizmat qilganimiz yo'q. Chunki xizmat ham ko'tarilib qolganda. Hamma o'zidan shahzoda yasab olgan. Turiladi faqat. Bir shogirdga o'xshagan bola bor edi. Uylandi-yu, nikohlarni o'qib, kuyovlarni o'tkazib, shu biror haftadan keyin ko'rishib oldik, so'radim. Nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi to'ylar? Zo'r bo'ldi. Nima qildilaring? Kuyovnakarlikka bordik, to'shni olib keldik, tortni yedik, to'shni choyxonaga berdik. Sho'rva qildik, sho'rvani ichib, go'shini yeb, keyin kechqurun stadionga gaplashib qo'ydik, stadionda to'pni tepdik, cho'mildik, keyin choyxonaga aytib 5 kilo go'sht bergandik, siltama qildik. Shu bilan uyga keldik. Ertalab turib nonushtaga borib, nonushtada to'g'ri chiroyli dasturxon solingan joyga o'tirib yedik. Qornimiz to'ydi, keyin ko'chaga chiqib yumalaq bo'lib turdik. Bo'lgan bo'lmagan gaplarni gaplashib, qornimiz ochuvdi, yana kirdik. Yana kirib, yana yedik, yana qornimiz to'ydi, yana tashqariga chiqdik, yana yumalaq bo'ldik. Yana bo'lgan bo'lmagan gaplarni gapirib, yana qornimiz ochuvdi, yana kirib yedik. Oxiri xotinlarni to'yi boshlanadi. O'rtog'imizni olib samovarga borib, oshni qilib yeb, kuyov bolani kechqurun kelinni oldiga kirgizdik. Biror bitta piyola ko'tardingizmi? Yo'q. Choynak ko'tardingizmi? Yo'q. Ovqat ko'tardingizmi? Yo'q. Ikkita non ko'tardingizmi? Yo'q. Nima qildilar? Domla ustaladi, nimaga aytadi deya. Qari o'rtoqlar, mana yosh kattalar turishibdi. O'rtoqlar charchab, nimaligini bilmay qolishardi. Hatto mana biz ham endi oxirgi shu nimalarga ilashib qolganmiz, 76-yil biz. O'rtog'imiz uylanayotganda kuyovnakarni, kuyov bolani ikkita o'rtoq bilan nikoh o'qitgani jo'natib yorib, avtobusga kuyovnakar ketgandan keyin sinfdoshlar uydagi stullarni taklab, yig'ishtirib, taklab, nikohdan chiqquncha ulgu borar deydi. Hozirchi? Hozirchi? Bitta non ko'tarmayapti. Yo bitta choynaydi, choy yosh. Nimaga? Qilmayapti deydi. Qilmayman deydi. Qisib zari to'kilib qoladi. Endi o'rtoqlikni qarayki, yaqinda bir kitobni ko'rib qolib, o'rtoqlik ham juda chiroyli gapiribdi. O'rtoq foydasi tekkinchi o'rtoq bo'ladiganlar bor ekan. Endi buni kengaytirish. Shunaqa o'rtoqlar saralari bo'lar ekan. Ba'zi bir inson nima o'rtoq deb turib, hamma yo'qqa tayyor bo'lar ekan. To'yiga borsa ham, bormasa ham, nima qilib to'ylarga borib, to'ylardan kelib, uylangandan keyin ham to'ylarga borib, o'g'il uylayotganda ham, qiz chiqarayotganda ham borib o'rtoqchilik tushar ekan. Ba'zi bir insonchi desa, uylanguncha o'rtoq bo'ladiganlar bor ekan. To'yi bo'lguncha. To'yi bo'lguncha ham bormaydi. To'yiga bir oz qolib, ona sovchilikka boryapsa, o'rtoqlardan so'raydi, to'ylar boshlandimi? Ha, boshlandi. Bo'lyaptimi? Boryapsizlar? Ha, boryapsiz. Tinchlikmi? Ha, biz ham onamiz sovchilikka yuryaptilar. Eshitib olaylik a to'ylar. Yo'q, qo'llarim yeta turadi. Eshitib olaylik a. Ha, siz to'yinaga ona vaqda qulog'ini cho'zgan bo'ladi. To'ylarga ham bormaysan. Ertaga to'y qilsak, birov kelmasa nima bo'ladi, bolam? Borib tur. Falon joyga boryapman. Oq kiydidan keyin o'rtoqlarga telefon qilib, bugun qayta to'y bor, borishimiz kerak. Uylanguncha o'rta, uylangandan keyin topib ham bo'lmaydi u bola. Telefon ham cho'rnikka tiqilgan bilan sinfdoshlar. Qachongacha desa,
o'g'il uylab qiz chiqargungacha. Yana o'g'il uylab qiz chiqarishga yaqin qolganda yana o'rtoq odamlar kerak edi, yana o'rtoqlarni o'qtiradi. O'rtoqlar bormi? Oshlari ham bo'lyaptimi, ha? Borib turibsizlarmi oshlarga? Ha, borib turibmiz. Ha, qaysi kuni bilmaydi ham kunini. Chunki ishi bitgan, eshagi loydan o'tgan, dumini ham ko'tarib olgan, loyga tegmas. Shunaqa insonlar ham borda. Chunki uylanib bo'lgan, endi o'g'il uylab qiz chiqarishga odam kerak, o'rtoq kerak, eshik tagida turadigan kerak. Endi o'rtoq o'qtaradda topadi qarang. Oshga serqatnov bo'lib bolalarda. Ayniqsa qaytda to'y bo'lsa borarlarda, bitta mashina bo'lib. Nimaga ertaga o'g'il uylayaptilar, qiz chiqaryaptilar. Men aytdim, mushani o'qib turib aytdimki, yaxshi ham janozasida o'zi tirik bo'lmaydi. Agar o'zi tirik bo'lganda janozalarga ham boradigan bo'lib qoladi. Kasal bo'lib qolganda o'lsam odamlar kelmay qo'ymasin. Shunaqa odamlar toifasi ham borda. Biz qaysi toifasidanmiz, ha? İşimiz bitkincho'rmikin, ha? Foydalangincho'rmikinmiz, ha? Foydasi tekkincho'r o'rtog'mikinmiz, ha? Nima deysiz? Uylanib bo'lib bormaydiganlar ham yo'q emas-da. Oshga ham bormaydi. Uyda turib, osh turib, ko'chada osh yeydimi deydi. Endi qarangki, oqibat qiyomat yaqinlashganligi uchun oqibat ko'tarilyapti-da, mana Rossiyaga yoki bir safarga kelsa, ikkita non ko'tarib xabar olyapmizmi? Yoki o'rtog'imizni uyiga borib, eshigini taqillatib, "Men o'g'lingizni o'rtog'i bo'laman, meni telefon raqamim bo'ladi, o'rtog'im bo'lib, qanaqa xizmat bo'lsa men tayyorman" deyalyapmizmi? Endi Rossiyadan kelsa-chi, eshigidan oyog'imiz uzilmaydi, ha desa, puli bor-da. Pul bilan keladi. Ya'ni kelib ham mashina olarmishda, sariq Matiz bo'lsa ham. Endi yana ham yopishiladi. Nima desa, kim piyoda yurgisi keladi, ha? Tayyor o'rtoqda boshida turib, bu bet qattig'i jonli huzuri ishlaydi shetda. Eshikni taqillatavurarlar. Har soatda ham, ha? O'rtoq, oshga borasan? Ha, chiq ketyapmiz. Sen bormasang men ham bormayman. Mo betni qarangki, eshikni taqillatayotganda kimsiz desa, o'g'lingizni o'rtog'iman degan til nimaga u Rossiyadaligida aytmadi shu gapni? Nimaga u Rossiyalikda bormadi? Vijdonni qarangki, hozir taqillatsam, kimsiz desa, o'g'lingizni o'rtog'iman desam, o'rtog'imga ayasi nimadirkin? O'g'lim, shunaqa o'rtoqlaring ham bormi-ya? Biror marta Rossiyaga ketganingda eshik taqillatib, o'g'lingizni o'rtog'iman demagan bu nobekorlar endi sen eshigini taqillatayotganini qara, demasmikin deb o'ylamaydi. Chunki bet qattig'i jonli huzurida. Piyoda kim yursin, ha? Endi qarangki, bu dunyoda asqatmagan qiyomatda qanaqa asqatadi deyilsa, hech kim asqatmagan kunda saloh do'st, qiyomatli do'st asqatar ekan. Jannatlar jannatga, do'zaxlar do'zaxga ajrab, Alloh subhanahu va taolo jannatlarga yeylar, ichinglar, o'ynanglar, kulinglar, jannat sizlar uchundir. Jannatda hayot boshlanar ekan, do'zaxda azob boshlanar ekan. Alloh rahmat nazari bilan jannatga qarasa, jannatda yemasdan, ichmasdan, o'ynamasdan, kulmasdan xafa bo'lib o'tirganlar bo'lar ekan. Shunda Alloh taolo so'rar ekan, "Nima yemayapsan? Ye, ich, o'yna, kul. Jannat sen uchun." Ey Robbim, meni dunyoda do'stim bor edi. Qiyomatli do'stim edi. Sani yo'lingda do'st bo'lgan edik. Yaxshilikka boshlab, yomonlikdan qaytargan edik. Xursandchiligida ham, xafaligida ham yelkama-yelka bo'lganmiz. Yoshligida ham, uylanguncha uylangandan keyin ham, o'g'il uylab qiz chiqarayotganda ham, hatto o'lim bizni ajratgan. Ey Robbim, qabrda qancha yotdim, qiyomat mahshargohida qancha turdim. Endi shu jannatga kirganda do'stimni ko'rgim kelyapti. Menga ijozat ber. Do'stimni ko'raysa ijozat bordir-kan. Do'stim qayerda? Jannatda falon joyida borsa, jannatda bo'lsa ko'rishar ekan, didorlashar ekan, yig'lashar ekan. Jannatda bo'lmasa, jannatini hali eshigi ochilmagan bo'lsa, dod deb yig'lasa yana Alloh so'rar ekan, "Yana nima yig'layapsan? Ey Robbim, do'stim jannatga kirmabdi, do'zaxda ekan, do'zaxda azoblanyapti ekan. Ey Robbim, seni va'ding bor. Jannatlar jannatda turib, nima so'rasa beraman degansan. Shu va'dingga ko'ra jannatlik haqqi bilan so'rayman. Shu do'stimni hozir do'zaxdan chiqarib ber." Alloh aytar ekan, "Men va'dasida turuvchiman. Men va'da berganman, olib chiqinglar do'zaxdan."
do'zaxdan olib chiqishar ekan qalb bilan tilini. Cho'miltiringlar nahrul hayot, hayot daryosida cho'miltirishar ekan. Jannatlar qanaqa suratda, qanaqa bo'y, qanaqa chiroy, xuddi shunaqa bo'lar ekan. Peshanasida bo'lsa xorijun minan nar, do'zaxdan chiquvchi degan yozuv bo'lar ekan. Harir liboslarniki gezilsa do'zaxdan ovoz chiqar ekan. Yo Hannon, yo Mannon, yo Zal Jalol va Ikrom. Ey Robbim, bu qanday inson? Hozir biz bilan birga azoblanib, yonib, kuyib, erib dodala-dod qilyapti. Nima bo'ldiki do'zaxdan ozod bo'ldi desa, Alloh aytar ekan, bu insonni jannatda meni yo'limda qiyomatli bo'lgan do'sti bor ekan. Shu do'sti do'zaxdan o'rtog'ini ozod qilishlikni so'radi. Ozod qildim desa, qani edi, meni ham qiyomatli do'stim bo'lganda edi, do'zaxdan bugun chiqardim deb doddirkan. Do'stini oldiga olib borsa, ko'rishib, didorlashib, yig'lashib, yaxshi ham do'stim siz bor ekansiz. Siz tufayli Alloh do'zaxdan meni ozod qildi. Yuring meni jannatimga deb eshigini muhrini ochib, kirib, qasrlari, bog'lari, noz ne'matlarini ko'rib, falonchi ham o'rtog'imiz bormidi? Bor edi. Gaplashishar ekan, ko'rishar ekan, jannatda bo'lsa, do'zaxda bo'lsa chiqarishib, o'rtoqlar jamoasi yig'ilishar ekanda. Endi talashishar ekan, men mehmon qilaman, yo'q men mehmon qilaman. Mani manoncha qasrim bor, mani manoncha bog'im bor. Mani bog'imdan daryo o'tgan. Manikidan 2 ta daryo o'tgan. Manikidan 3 ta, manikidan 4 ta. Men mehmon qilaman deb talashib tursa, Alloh taolo aytar ekan, sizlar bir-birlaringni mehmon qilib bo'lgansizlar. Endi mehmon qilish meni navbatim. Sizlar uchun alohida jannatda bog' bino qilingan, o'rtasida nurdan bo'lgan dasturxon, alvon noz ne'matlar borki, boshqa jannatda yo'q. O'sha joyga boringlar, mehmon bo'linglar. Sizlar uchun bugun borishib, mehmon bo'lishib, dardlashib, yig'lashib endi qaytamiz deb tursa, Alloh aytargan, nimaga shoshilyapsizlar? Ey Robbimiz, yedik, ichdik, o'ynadik, didorlashdik, kuldik, yig'ladik. Endi qaytyapmiz, yo'q. Yana va'dam, yana nima va'ding? Bizga yetadi, mana do'zaxliklarni chiqardik, jannatlar bilan ko'rishdik. Bizga yetadi, yo'q. Ha, nima va'ding? Jamolimni sizlarga qayta ko'rsatamandirki Alloh. Har juma Alloh jamolini ko'rsatsa, o'rtoqlarga alohida ko'rsatar ekan. Alloh aytar ekanki, har oyda shu kunisida shetga kelinglar, sizlar uchun muntazir mehmon bo'lib ketinglar. Mehmondorchilikning nihoyasida o'zimni jamolimni ko'rsatamandirki. Ana shunaqa o'rtog'imiz bormi? Alloh taolo hammalarimizga ana shunday salohiyatlik, qiyomatlik do'st bo'ladigan saloh do'stlarni sanog'ini ko'paytirsin. Bu dunyoda ham, qiyomatda ham bir-biriga asqatadigan do'stlardan bo'lishni Alloh nasib aylasin. Duo qilamiz. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika.